Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va bizni kuzatadigan obunachilarimiz. Har doimgidek ishlarimizni tayyor qilib, xudo xolasa videolarni qildik. Bunimiz Qashqadaryo G'uzorga tayyor bo'ldi bu ishlarimiz. 14 talik Xurram Sulton. Xurram Sultonni ham shu original kattasidan 3 talik atirgul va qirg'oqlarida gullari bilan stolimizni noshkalari ham yangicha gullar bilan boyitilgan. Materiallariga keladigan bo'lsak, materiallari turetskiy 3D material bilan qoplangan. Bunimiz ko'proq shu narsani ishlayib turganimiz, bundan ko'ra nisbatan bu baquvvatroq, chidamli. Shuning uchun shu narsani qo'yamiz. Klientlar olyapti, shunga yarasha haliga shuncha pulga olyapti, maza qilib ishlasin deb ataylab shu narsadan qo'yamiz. Hali mana narsani qo'ysak ancha arzon chiqadi bizning ham narxlarimiz, lekin bu narsani qilmaymiz. Bu odamlar olgandan keyin ham 5-6 yil maza qilib ishlatsin deb, shuning uchun materialni qalinidan qo'yiladi. Bu 3D material bemalol mo'yishni yuvib ishlatsa bo'laveradi. Tepadagilari ham ishlatsa bo'laveradi. Prosta betda ishlanish kamligi uchun nima deydi, bu material o'zining holatini yo'qotmay turadi. Agar sidinaga bu narsani qoplaydigan bo'lsak, materialimiz ozgina nima deydi, kamroq ishlashi mumkin. Shuning uchun ishlamaydigan, kamroq ishlaydigan joylariga однотомный materiallarimizdan, koreyskiy materiallarimizdan qo'yganmiz ularımizdan. Stollariga keladigan bo'lsak, 360 ga 120 cm ikkita akvareli bo'ldi. Akvareli yumaloqdan boshqacha turlari ham bor. Hammasini chiqarib beramiz. Telegramdan yozsalaring bemalol oyoqlarini simala xohlagandan chiroyli qilib chiqarib berilaveradi. Qirg'oqlarimiz 25 ga 25 arkali, o'ta chiroyli bo'lib, dasturxon solinganda ham chiroyli bo'lib turadi, xudo xolasa. Bularimiz 3 ta noshkali xon taxta qilib bemalol ishlatsa bo'ladi va stol qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Bemalol marosimingiz, misol 14 ta, 15 tadan ko'proq odam kelib qolsa, o'ylanib o'tirmaysiz, shart stulchiklarni olib tashlaysiz, stolni qo'yib 20 ta odamni bemalol kuzatsangiz bo'laveradi. Mana ko'rib o'tganlaringiz hammasi kachitovalari o'ta zo'r. Kraskalarimiz turetskiy, gruntopkalarimiz ham turetskiy, hamma narsasi turetskiy kraskalar ishlangan. Faqat materialga kelgan bo'lsa yong'oqdan bo'lgan bularimiz. Bunimizni narxini 10 million 500 ming so'mga tayyorlab beryapmiz. Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab dastavkalari mutlaqo bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda mana masalan mana shu Qashqadaryoga 700 ming so'm, 1 million so'm atrofida chiqib ketyapti yo'l kirosi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan video qilyapmiz. Murojaat uchun 94 392 1155 Telegram, WhatsApp, imo hammasidan bor. Bemalol musofirda yurgan aka-opalarimiz ham yozishib, o'zlarining zakazlarini berishi mumkin. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tayyorlab beramiz.